Ustozlar millat tayanchi deya bejiz aytilmagan. Bugungi kunda ta'lim sohasida bir qator o'zgarishlar va yangiliklar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta'limda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish bo'yicha ham ustozlarga yangi vazifalar yuklanmoqda. Farg'ona tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan tumandagi 24-umumta'lim maktabida mahoratli o'qituvchi millat tayanchi shiori ostidagi 4-ustozlar milliy forumining 2-kuniga start berildi. Unda tumandagi maktablarning direktorlari, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirokida o'qituvchilar va ularning jamoasi bilan birgalikda erishilgan yutuqlar, o'tgan 2024-2025 o'quv yili bo'yicha sarhisob taqdimoti hamda yangi o'quv yiliga rejalar tuzish borasida sho'ba yig'ilishlari va anjumanlar o'tkazildi. Hozirgi kunda tumandagi 67 ta ta'lim muassasasida 2905 nafar pedagog xodimlar va 57 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 869 nafar tarbiyachilar faoliyat yuritmoqdalar. O'tgan 2024-25 o'quv yili davomida Farg'ona tumani ta'lim tizimida qator yutuqlarga erishdi. Maktabgacha ta'lim tizimida ham o'tgan o'quv yili davomida shaffof tarzda tashkil etilgan catering usulida ovqatlanishdi tashkil etildi. Farg'ona tumanidagi barcha umumta'lim maktablarida 2025-2026 o'quv yilida o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'ydikki, har bitta tizimda ham maktab tizimida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimida o'quvchilarimizni aqliy salohiyatlarini yanada oshirish uchun shaxmat to'garaklarini 100% tashkil qilishni oldimizga reja qilib qo'ygan. Buni hammasini zamirida faqat ta'lim sifatini yaxshilash. Toifalar kesimida olinadigan bo'lsa ham o'tgan o'quv yilidan har o'quv yiliga nisbat qilib olinadigan bo'lsa 2% dan 5% gacha toifalar darajasi oshib bormoqda. Shuningdek, tumanda oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari ham sezilarli darajada oshgan. So'nggi 4 yillikdagi natijalarga ko'ra bitiruvchilarning 23.3% oliy ta'lim muassasalariga talabalikka qabul qilingan. O'tkazilgan forumda esa 2024-2025 o'quv yillarida bu ko'rsatkichni 50% ga yetkazib, oliy ta'lim muassasalariga kira olmagan bitiruvchilarning professional ta'limga qamrovini 10% ga oshirish belgilab olindi. Bundan tashqari o'tkazilgan sho'ba yig'ilishlari davomida maktab binolarini qayta rekonstruksiya qilish, sinf xonalarida innovatsion va elektron tizimlarni joriy qilish, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, IT yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar sonini oshirish masalalari ham ko'rib chiqildi. O'tgan o'quv yili yuzasidan o'tkazilgan sarhisob natijalariga ko'ra, tumandagi oliy toifali va milliy sertifikatga ega o'qituvchilar safini kengaytirish zarurligi belgilandi. Forum yakunida yil davomida fidokorona mehnat qilgan ta'lim muassasalari rahbarlari, o'qituvchilar va tuman nomidan respublika tanlovida ishtirok etgan iqtidor maktab ansambli ishtirokchilari tuman hokimligi tomonidan tashakkurnoma va sovg'alar bilan taqdirlandilar.